Va aziz muxlislar, eslatib o'taman. Asosiy jang tugagandan keyin Monza avtomobilini o'ynatamiz Atatronda. Hech kim ketmay tursin. Everybody in my everybody in my section. 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 You ain't got no backbone. I get out the trap, I ain't got a trap phone. I got P's and M's and K's and O's. They're illiterate with letters, so I'm letting niggas know. Used to give them high fives, that was just a middle finger. Diamonds on my panty, do the pogo when I linger. They think I'm a rapper, I think I'm a singer. Catch me in the cut, I treat the chorus like a dinger. You stubborn fried, I'm a South boy and some South shit. This is Jason City, it's the scene, all that fucking house shit. I score a goal and I do my dance, I beat the crowd shit. Heard them brothers wanna do me something, but I doubt it. Do me something then, do me something if you're bad. My mother calls me mad, but I think I'm Jack the lad. Tell us what you're working with, don't tell us what you had. I need to stop my sentences with sorry, may I add. You ain't got no backbone. You ain't got no backbone.
Hozir iltimos ringni bo'shatamiz birinchi. Ringni bo'shatamiz. Hali Latatron bor. Mashina kutib turibdi hali. Markaziy jang g'olibi. Победитель главного боя вечера. O'zbekiston Toshkentda Aziz Hasanov. Aziz Estat, g'alaba muborak. Chap qo'l ketdi, bolalar chap qo'l ketdi. Endi 5 ga 1 qasini uramiz, 5 ga 1. Дорогой брат, идем. O'zbekcha o'rtacha gapiraman, на русском, на o'zbekском. Спасибо, что ты мне сломал руку. Спасибо. Birinchi o'rinda hurmatli do'stlar, O'zbekiston mana shunaqa MMA sportini rivojlantirgan o'sha kuni akamiz aytgan tarixga bir nazar solaylik. Rahmatli Xan To'rayev ga bag'ishladim bu g'alaba. У нас был такой уважаемый человек Мурат Хан Тураев. Может, вы его знаете. Он очень много основал в Узбекистане разный спорт ММА. Ну, к сожалению, umri qisqa ekan o'lib qoldi, o'tib qoldi. Ikkinchidan, bu kamera qayerda bor kamera? Hurmatli Murod Xan To'rayev o'rtog'i nima edi? Ha, Mahmud Murodov, salom alaykum Chexiya. Mahmud Murodov ham MMA sportiga juda katta hissasini qo'shgan. Chapga chalib qo'ying iltimos. Mahmud Murodov ozgina mandraj bo'laman. Uchinchidan qamalib qolgan bir ukamiz bor, Gold degan Shahzod ukam. Ko'rayotgan bo'lsang, shu g'alabasini uchun. Albatta katta rahmat mani ustoz trenerim Dilshod aka, Shohrux ukam. Bular mendaqa kachokdan urishadigan bola qildilar. Rahmat sizlarga. Sparring partnyorlarim Farruh, ukalarim hammaga rahmat. Endi ekranga bitta nazar solamiz. Videoni qo'yib yuboringlar iltimos. Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна. И плывут облака в твоих миленьких глазах. И надеюсь, в твоих снах где-то рядом есть я. И я одна из причин, по которой ты улыбаешься. Уважение то, что этот отец, этот человек, mani o'zimni qizim bir yoshligimda ajrashganimda Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна. И плывут облака в твоих миленьких глазах. Что ты видишь в своих снах? И надеюсь, в твоих снах весна. Где-то рядом есть я. И я одна из причин, по которой ты улыбаешься. Как это прекрасно быть отцом, как это прекрасно быть отцом. Стою на земле, но не весом. Я думаю, готов отдать тебе все целиком. Когда я смотрю на твое лицо, я пою: о боже, да, как ты на меня похожа, да. Я счастлив, когда ты тоже, да. Это, дорогой, это очень дорогой бриллиант. Подари, пожалуйста, от моего имени, от моего команды, от моих тренеров, от моих друзей, от моей семьи, своей дочки на день видео, свой рилс поставь. Вопрос почему? Потому что я уважаю здесь каждого мужика, har bir erkakni, farzandini tashlab qo'ymagan, farzandi uchun mana shu kelib o'sib, yilida kalta yeyishga tayyor. 24 soatlab mashina haydab, aqranachi akalarimiz ishlab,
hammasi oila uchun yurgan bolalar, hammalarni yaxshi ko'raman. Это подарок. Прими, пожалуйста. Это очень дорогой бриллиант. Salkam bitta mashina beradi. Можно, да, я скажу? Прежде всего хочу поблагодарить Азиза. Азиз, баркала тебе, братская. Ты именно тот человек, который украшает эту страну, Узбекистан, своими поступками, своими делами. Поэтому именно этот человек заслуживает аплодисменты и вашу поддержку. Именно вашу. Не знаю у меня не было никаких, не знаю, вот, кроме братской любви к этому человеку. Я 2 раза его увидел на 2 минуты. Я почувствовал его нутро. А мне больше жизни ничего не надо. Если у человека чистое сердце, чистая душа, это именно тот самый человек, которого я всегда буду встречать с улыбкой, с объятиями. Узбекистан, вам огромная баркала за теплый прием. Вы, чтоб знали, вы мои братья и сестры, и по религии, и по жизни, и по всякому. Азиз, я знаю, это твоя лига, брат. Я хочу в этой лиге быть как у себя дома. А для этого мне нужен Хомаю вот здесь. Именно с ним я хочу разделить здесь октагон и разобраться, кто здесь в лиге будет number one. Хомаю! Если Хомаю нету, в любом случае, Хомаю, к тебе уважение. Хомаю, к тебе уважение, безусловно. И каждому бойцу вот здесь. Потому что люди, которые там сидят, вы не поймете те эмоции, те внутренние состояния, которые мы вывозим, выходя сюда. На самом деле это нелегко, чтобы вы понимали. Азиз, спасибо тебе, братская, за теплый прием. Тебя не было, но твои братья меня поддерживали здесь и не давали мне даже на секунду подумать, что я в гостях. Поэтому Узбекистан, я дома здесь. Дома! Братан, я просто помню последний раз, когда у вас здесь был в Хума-арене бой с нашим уважаемым братом Бабуром. Он сам по жизни неплохой парень. Ну мы же люди, иногда срываемся на эмоциях, дорогой. Тогда я понял, в комментариях услышал, понял, когда Аби за волосы поймал, когда Бабур жесты показывал плохие. Ваша нация, дагестанцы, русские, начали плохое думать о нас. А в историю взгляни, когда война была, Вторая мировая, наши узбеки, наши дедушки, бабушки, они принимали вагонами русских детей. Из-за этого мы такой народ гостеприимный и добрый. За те дела мы просим прощения. Ради братского народа ты со своими братьями нас прости за те поступки. Мы не такие. Мы межнациональные вражды не хотим. Из-за этого тебе огромное спасибо. Ну, у меня рука плохо работает. Я не знаю, что у меня случилось, дорогой. Азиз, я вот этот момент скажу. Я думаю, что каждый из нас должен эти вещи понимать. Из-за одного человека, который совершил неправильные действия, мы не должны осуждать всю страну, весь народ. А так, я желаю каждому правильное понимание в этой жизни, правильные поступки. В общем, Узбекистан, обнимаю вас, братья. Баркалла вам. Теперь, братан, один момент. Do'stlar, sovg'alarni o'ynashga tayyormisizlar? Ты нам поможешь? Все. Qaranglar. Operatorlar sal nariroq turinglar, odamlar ko'rsin. Operatorlar ekranlarga shuni uzatib beringlar, iltimos. Qaranglar, hurmatli do'stlar, aka-ukalar, obunachilar. Kimni qo'lida braslet bor, hamma qo'lini ko'tarsin. У каждого здесь, кто купил билет, у них есть в руке браслет. У этих браслетов есть номер. Этот номер клон вот здесь. Сейчас мы его будем крутить. Крутить. У нас 3 подарка. Где телефоны? Да. Первый участник заберет его.
Второй участник его. Ключ, где ключ? Третий участник, yani uchinchi ishtirokchi $15,000 turadigan mashinani minib ketadi. Hurmatli do'stlar, nechta bor bu yerda Sardor? 2000 nechta sotilgan bilet? 2,5 ta raqam bor. Hozir aylantiramiz. Agar ruxsat bersanglar, Shamil chiqarib beradi bitta. Ruxsat berasizlarmi? Короче, дорогой брат, мы сейчас его крутим. Здесь вот есть окошко. Да, открываем мы его. Намнан chiqarib o'raylik hammasini. Bu ham bir go'da haqida. Да, сейчас мы его крутим, aylantiramiz. Потом ты один любой не смотришь туда. Поймаешь одну, вытаскиваешь. Этот человек, если здесь сидит, он выходит. Согласен? Давай. Aylantiramiz. Yo'q, ochilmaydi. Ketdik. 1, 2, 3, 4, да. Все, открываем. Не смотри. Одну, to'xtanglar, endi jim hamma raqam aytaman. 13,050 kim? Uzr, 1,350. Bormi? 13,50 kimda bor? Yo'qmi? Yo'q. Ushab turing. Nimaga yo'q? Qani u? Дальше. Крутим, братан. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Где? Открываем. Сейчас. Все, братан. Да. Пока выигрышный билет не выйдет. Ekranda kattaroq ko'rsatinglar, hamma raqam bor. Operatorlar ekranga ko'rsatinglar. 332 bormi? 332 bormi? Молодец. Qani braslet? Salom alaykum. Kameraga ko'rsating, kameraga. To'xtanglar, mana. Bir xilmi? O'zi bersin. Поздравляю. Брат, я тебя поздравляю. Ты самый фартовый. Fartovoy сейчас на машине. Qatdansiz? Aka, mahalladanmiz, yangi yo'llanma mana. Omad. Telefon sizga sovg'a. Seks ko'rmang, xo'p? Давай. Еще один телефон, вытащи, братан. 1, 2, 3, 4, 5. Пожалуйста, ты наш гость, братан. Сейчас. Не смотри. Hozir mashina chiqadi, tasavvur qilsizlarmi? Какой номер? 001. 001. Bormi? 1. Suv beringlar, suv. Yo'qmi? Aylantiramiz. Еще один раз, братан. Помогай нам. Suv berib yuboring. Какой? 436. 436. Bormi? Qani? Tasavvur qilasizlar, hozir mashina chiqadi, mashina. Keling. Hozir mashina emas, endi chiqadi. Assalomu alaykum. Bering, Shamil topshirsin. Я тебя поздравляю. Ты один из фартовых. Номер mana. To'g'rimi? To'g'ri. Chapi. Qatdansiz? Samarqanddanmi? Agar rozi bo'lsanglar, nima qilamiz? Mana shu odam keyingi mashinani chiqarib bersinmi yo Shamil chiqarsinmi yo qizlarni chaqiramizmi? O'zim. Все, братан, сейчас я машину вытаскиваю. Что было, то было. Qaranglar, sharti, do'stlar.
Hozir o'sha raqamda shu yerda odam bor bo'lguncha chiqaramiz. Va kim yutsa bizga cho'tal-po'tal kerak emas. Faqat Aformit o'zini puliga qilib olsin, Aformitni. 5-600 dollar biz o'zi bugun rosa tushdik pulga. Dahshat bo'lgan, dahshat. 90 ming ketdi. Tayyormisizlar? 10 gacha aylantirsam bo'ladimi? Kameralar kattalashtiramiz. Tasavvur qilsanglar, mashina kimdir yutadi. Mashina yutgan odam bizga eriydi bayeslarga 1000 dollarga. Choyxonaga. Choyxonaga, massajga emas u. Bratan krutim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Все. Tushib ketdi. Yo'q, tushib ketmasin, tushib ketmasin. Tushib ketmasin. Boshqatdan. Yo'q, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tayyormisizlar? Yo, qaraymi? Tushirib oling ana. Tayyormisizlar? Ana ekran ko'zim yuminglar, ko'zim yuminglar, ko'zimni. Yuminglar qo'llar bilan. Tak. Billa yomon bo'ladi-yu hozir, ha? Urushib ketmaylik, xo'p? Yutqazganlar yutgani tabriklasin, xo'p? O'zim qarindoshimga ishib qolmasmikin-a? Bitta hamta chiroyli qizga chiqsa edi. Kalitini dachada berardim. Bakir aka, mana o'zingiz oling. А теперь внимание. Hamma tayyormi? Muhtoj odamga buyursin, ha? 10 69. Qani? 10 69. 10 69. Mana. Adashmasam bor ekan победитель. Everybody in my section. Everybody in my section. O'rini toshbo'ron qil. Dushman. 69. 1069. 1069. Yo'q, men 1069. Qani u bola? 3 gacha saniyman, kelsangiz keldingiz. Nima chiqib ketdi odamlar? O'shani qo'ydi, yutqizib qo'ydi. Mashinaga kel. Yo'q, bo'ldi, mashina chiqib ketdi. Qani u bola? Mashina kerak emasmi? Yo'qmi? Voy iflos. Yana aylantiramiz, yana. Meni ham kiyimimni beringlar. Ketdik, yana aylantiramiz do'stlar. 10 gacha. 1, aldabdi bizni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qaytib kelmadi mana odam. 1069 o'zi bormidi, yo'qmidi? Yo'q ekan. Azaka ochavering. Qani? Kamera snimayet. Azaka qaramasdan yaxshilab aylantirib. Mashina, barakasini bersin deb torting mana. Ketdi. O'qiymi? Bitta oldimi, bittami? Bitta. Hamma tayyormi? Nomerni qarang. Внимательно eshitamiz. Nomer 12 11.
Everybody in my 12-11. Everybody in my section. 30 sekund vaqt. Undan yo'q demanglar, bo'sh bordir-da. Svetlarni berishsin, polni zalga svet berishsin. Zalga svet berish iloji bormi? Zalga svet berishi. 12-11. 1 2. Ona mana taraf cho'ti. Qani? Voy! Everybody in my section. Hozir shoshilmasdan turamiz. Birinchi nomerini tekshiramiz. Proverkada o'tgandan keyin beramiz. Qani? 12-11. Odamlar ketmay turamiz. Xalq. Hali tekshirishimiz kerak bu nomerni. To'g'ri chiqadimi, to'g'ri chiqmaydimi? Hozir 2 minut. Muzika. Xaloyiq. Hamyurtlar. Hozir Shamil Galimov Paxan o'zimizning muxlislar uchun shingalkisini shunday qirg'itib yoradi, lekin ushagan odam ushadi. Shamil, yo'q. Uyalmaysanmi? Bu muxlislarga beradi. Shamil! Katta! Bilmayman kimga tegdi, lekin 12-11 bormi? 12-11. Qani 12-11 tezlashamiz. Aka, uka, doda, voy, doda ekan bu odam. Doda peshana bor ekan. Doda hozir birinchi tekshiramiz bu nomerni. Ringga olib chiqinglar, ringga. Hozir ringga olib. Azaka, где вы? Hozir ringga ochamiz, orqaga chiqamiz. Общий kamera, полный назад. Shoshilmay turamiz, Azaka, shoshilmaymiz. Qarang. Qo'limdagi nomer. 12-11 ekan. Kamera qani, kamera. Mana bunaqasiga ko'rsatayman. Kamera. 11, 12. Tabriklaymiz, ura! Kimsiz, qayerdansiz? Abdurahim Turan. Ha. Turkiyadan. İyi. Mehmansın. Mehman. Qayerdan tanıysiz beni? Sizni video ko'rganda O'zbekistonga keldingiz. Shu uchun keldingiz, mehmonmisiz? mehmon ko'rgilishga keldimda. Endi mashinani qanday olib ketasiz endi? Xo'sh bo'lib ketaman-da. Minib ketasizmi? Qayerda fuqarosiz, fuqaro? Turkiya fuqarosi. Yomon bo'ldi-yu, o'zbeklar urib ketdi turklar. Tabriklaymiz. Qani mashinani kaliti? Mana bu tashqarida turgan mashinani kaliti. Nasiba, nima qilamiz? Taassurotlar. Teşekkür ediyorum. Gapiring endi. Hammaga murojaat qiling. Barcha qarindoshlarga Turkiyadan salom. Mashina chiqqanligiga rahmat. Teşekkür ediyorum. Mashina Turkiyaga ketdi. Malades, tabriklayman. Peshanangiz bor ekan. Barakasini bersin. Ama tamojida o'tkazmasa o'zingiz javob berasiz. Shamil Galimov, Paxan, тебе тоже спасибо. Azaka, sizga ham katta rahmat. Rams, eng ko'p ishchi qilgan shu odamga ham katta rahmat. KO Estate Promotionda ishlagan odamlarga ham tashakkur. Ichki ishlar xodimlariga обязательно rahmat aytishim kerak. Milliy gvardiya xodimlariga, sizlarga ham вообще отдельный rahmat. Bu KO Estate Promotion birinchi musobaqasi bo'ldi. Bu hali boshlanishi. Toshkent, hozir hamma uyiga, hammaga katta rahmat. Ko'rishguncha. Yeah.